Boya siz ketishingiz bilan akajon bir dunyo bozorlik qilib ketdilar. Buni sizga tashlab ketdilar. Tayinlab ketdilar. Ertaga oldilariga o'tarkansiz. Mumkinmi? Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Chaqirtiruvmidingiz? Ke ukam. Yaxshimisan? Ona ish topdim. Oyligi ja unaqa ko'p emas, lekin ishi ham og'ir emas. Keyinchalik ko'tarib qo'shib beramiz deydi. Nima ish qilib yuribsan? Ishlab yuribmi? Aldama ishsan-ku. Kim aytdi? Oyim. Qiynalayotganimni, sharoitim yo'qligini sizdan boshqa hech kimga aytmagandim. Borib akamga aytganingizni qarang. Akam kelibdilar yonimga. Oyim tushimga kirdilar. Uking sharoiti yaxshi emas. Qiynalyapti. Agar shunaqa o'zini holiga tashlab qo'ysang, sendan rozi emasman dedilar. Men ahmoq 7 yot begonani tashvishini o'ylab, jigarimni unutib qo'yibman. Kechir ukam. Baribir bolam deysiz ona. O'zingiz yo'q bo'lsangiz ham oqibat qillaring deysiz ona. Tushlarimizga kirib ham onalik qilarkansiz ona. Onalar hech qachon o'lmas ekan.